Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu aytadi. Payg'ambar alayhisalom saflarni qo'yib, saflarni tekislab turgan paytda Abdurrahmon ibn Avf ham mana shu safning ichida bo'ladi. Qarasam deydi, ikkita tarafimda ikkita yosh bolacha turib qolibdi deydi. O'zim haligi yosh bolalarning orasida turib qolganligimdan o'zimni amniyatda his qilmadim deydi. Ya'ni yoshlarning orasida turib qoldim-a dedim deydi. Mana shunday xayol o'yimdan o'tib turdi deydi. O'ng tarafimdagi bola chig'anag'i bilan oyog'imni turtdi deydi. Qarab, nima deyapsan desam, amaki menga Abu Jahlni ko'rsating dedi deydi. Nima qilasan Abu Jahlni desam, Rasulullohni so'karkan, Abu Jahlni ko'rsating, Allohga qasam ichaman, yo u qoladi, yo men qolaman deb deydi, maqsad qattiq qo'yapti deydi. Deb so'zini tugatmadi, chap tarafimdagi bola qo'li bilan turtdi deydi. Sekin quloq solsam, u ham boshqalarga eshittirmasdan sekin amaki Abu Jahlni ko'rsating deyapti deydi. Qarab turib odamlarning ichida o'novi yurgan Abu Jahl deb Abu Jahlni ko'rsatishligim bilan ikkala yosh bola deydi safdan otilib chiqib ketdi deydi. Otilib chiqib ketib, ikkalasi ham Abu Jahlga tashlandi. Abu Jahlni atrofidagi askarlar shunday o'ragan ediki, xuddi chakalak zordi ichidagi daraxtga o'xshardi deydi. Abu Jahlga tashlanib, ikkalasi Abu Jahlni qatl qildi deydi. Va Abu Jahlni yiqitishgandan keyin xursand bo'lib Rasululloh alayhisalomga kelib, "Yo Rasululloh, biz Abu Jahlni halok qildik" dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom qaysi biring dedi. Ikkalasi ham "Men yo Rasululloh" dedi. "Qilichinglarni artinglarmi?" dedi. "Yo'q" dedi. "Qilichinglarni ko'rsatinglar" dedi. Qilichini ko'rsatuvdi, ikkalasida ham qon bor ekan. Payg'ambar alayhisalom Abu Jahlni ikkalanglar qatl qilsizlar dedi. Jang tugagandan keyin mayitlarni, halok bo'lgan kishilarning orasini aylanib yurib, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Abu Jahlni jasadini ustiga borib qoladi. Borsa, jon talash xirillab nafas olayotgan bo'ladi. Va ana shu joyda Abu Jahlni ustiga ko'hragiga oyog'ini qo'yib turib, kallasini uzib payg'ambar alayhisalomning oldiga Abu Jahlni kallasini olib keladi.